Acayip adamlar var da po deganni oyimay yotadigan. Nima edi birsi? Oyman saniga chiqatdim, hammani qila oldim, hamma chiqsam undag'ay bundag'ay. Va hammani qilma deb qila oladigan bu qiladigan nima emas bu. Bak adamlar var da. Ha, tomosha billah mundaq gap. Bo'ldi, uni qo'yib turaylik. Men hozirgi nomerni e'lon qilay degan, biroq tayyorlikda sal masala chiqib qoldi. Azroq vaqtinglarni olamiz. Shunga mushu fursatdan foydalanib, men mushu yumor so'zlash texnikamdan foydalanib sizlarga yumordan 40 ni deb beray. Shuning ichidagi bir 39 ga kulsanglar men rozi. Undaq bo'lsa yumorni mushu qeti qilib anglamasanglar kulmaysizlar juma. Diqqat, birinchi yumor ketdi. Bir kuni yesamkam shunda yana chiqyapti mana. Tilbama? Nima va tilbamay? Til bo'lgandan keyin ishlatmamdiq uni. Ben şu til işiltimi deb bozorga kirsam, biraylar qo'pab tilingni mo'zayning tiliga tegishamsa. Deydi, men keyin tikishni o'rgangan. Tazmonli eng yaxshisi o'zim sapasam yaxshi bo'larmiki desam, sen bir chelak suvni ko'tarolmaydigan odam nima deb asalga suvni aralashtirib jiqishib olishi. Deb shuni ular ko'tak qilib yotqizib qo'ysak, 3-4 odam kelib yulidi, yuligan bilanlar men bu azroq yo'q amroq odam bo'lganda ekan, o'zimni tutib olay deb. Ey. Nima? Bormi ya? Bor. Nemaga chiqding? Shuni dedigina. Qarsam shu nim qilyapti ekansan, men shu nim qilay deb chiqdim. Yumor so'zlayotdim men. Ha, men yumor so'zlayman. Yumor so'zlabsa? Ha? Tutib etma yumor deganni. Yumor so'zlaylaysa. So'rab baqmamsa? Unda bo'lsa men shu 40 yumor so'zlayman deb yurguncha mushulim bizdan gap tutmaymanmi? Ha? Baqilay. Yaxshi. Unda bo'lsa yumordan birini so'zla. Mush tomoshabinlarni qiqas kuldira olasan. Bo'ldi. Bugun sana mahorat ko'z fursatini beraman. Qanday? Ma'qul. Yumor so'zla. Xo'sh. Bir kuni shuni bilan bir bola bozorga yangi yo'g'in chiqdi-da pulga. Shunday yangi yo'g'in chiqdi-ki. Shuni bilan asli bu bola pulni yangi pulga olgin chiqdi-ki, qarsa yangi setayotgan odam diqqati yangi emas, boshqa bir odam bilan paranglashib turg'idek. Bu bola pulga olgin chiqqan bilan buni pul bergicha u odam baribir ko'rmagandiki, 2-3 tal yangi iplam ketib pulni xashlamaymi? Depli iş tal yavini elip menisiga igiz ko'rab qilib, "Hey, to'xta!" Abala keçipti, igiz qo'g'lab bir do'qmish qo'ygan tutibdi-da, tutib olib, yan yo'llarini tatib olib, "Ey, dadang sening bizda haqning yan yo'lini o'g'irlar deb ketganmi? Biz nima jafo bilan buni yan yo'q qilib bozorga chiqimiz, sen pul bermay olib ketib ketsan qanday bo'ladi?" desa, "Yiliq bola xijilib ketib, temiqin tatlab turg'idek." Bo'ldi. Ey, mushu yumurma? Yumurgu? Qani bunun kuladigan yeri. Bana yüzünüz ötep ketken o'xshaysiz kuldigan yerda. Kuldigan yana hammiz kulyapti. Yani bir buni uyuttirdigini va efendimniki, ma'ni birini demaysi. Efendimning. Bir kuni efendim shuni bilan yo'lda bundoq ketib qolsa, chiroyli yasangan bir cho'kan uchrab qolibdi-da. Uchirsa efendim o'zini tutolmay, eliq cho'kan qarab Undaq qash etibdi-ki, eliq cho'kan efendim qarab qash atmabdi. Qiziq-a, dahshat qiziq-a. Mushu yomir deb ko'tarib yurding boshini. Mushu yomir bilan G'oljiga boradigan bo'lsang, Tudaqin pakatini ulgida kesish juma. Oyoq yemayman men uni. Bo'ldi, yomir so'zlanmaydi ekan saqara. Yani nima ish qila olasan? Bunda muzik chala olamsan? Voy, nima desam shuni qilaman men. Undami? Ha, unda bo'lsa, ha. Gitar? Xudo bilan. Voy. O'tiraymi? O'tir. Ma'qul.
Çalalaydıgansa? Çalmayı o getirdi. Yaxshi. Əmsə mən degenge çala. Ma'qul. Asan naqşıladın eli xalq naqşlardan Leyluni çala. Eli xalq naqşı dutta tembir bilen çaladigan nima tursa. Nima yoqladim abi. Voy, bo'pti. Meni qilma degandikin chala. Bo'pti, o'zimda guna, bo'pti. Helkinin tavanidir ayat ayalar karman tutmay müzik. Eli xalq naqshini keldik deganimizda milliy muzik yo'lida uni qilib o'tayapti. Bo'ldi. Qani bo'ldimi? Yaxshi. Endi qara, talab taqdim o'ynaymiz. Ben bir naqshini bak yaxshi ko'raman. Aşı naqshini bir chilib aytib o'ta. Ma'qul. Eliqi gullalla. Qaz zamandagi naqsha, gullalla degan. Bu zamandagi naqsha, gullallarni bak yaxshi ko'raman. Kichik vaqtimda bak anglaydim bu naqshani. Gullalla qo'y. Gullalla. Ma'qul. Güllaller. Naqshimi tugidi. Tugidi? Gullalla deb tugidim qo'shida. O'zing gullaller deganni aytdim qo'ya. Bo'ldi, bunda hozir vaqtimiz moda bo'layotgan naqshlardan bir ayta, masalan, chatalning. Chataldan? Chatalga berib boqqanman. Chatal. Mening bormagan davlatim yo'q ava. Men butun Fransiya, Italiya, Bolgariya, Amerika, ishqil bo'rtlardan boshqa men bu yerga borganman. Dedim ava. Voy. Bo'rtlar nimishki bormagan? Bo'rtlar bizning bu ekvatorning janubiy qutbidan shu ashbijan to'g'ri keldikka o'tolmaganman. Onda olsa mushu sen bormagan davlatlardan Rusya. Ruscha. Ruscha naqshidan birini ayta. Ayta olamsizlar? Voy, aytay. Hammani qilamiz. Shixandagi ishlar degan kinoni ko'rganman. Qayerdagi ishlar? Shixonadagi. Ashadagi ishlarni chala. Ashini quloqingni dim tutqanlar sap rus tilida aytib beray. Ma'qul. Anglaylar. Voy.
Я Маша, когда la 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 Здравствуйте, товарищ Москва, мы знаем, что командир СССР Сейдуллам, потому что вам спот... Спасибо. Маньяксы еле вот келмедик да? Россия. Россия мı? Bu şu Rusça. Ha? Yaşa ya yaşa. Gidip mi? Nakşı olam da? Hı? Bundan ilgili yol okuttu ben. Oldu. Şok. 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 Tansipansığı kegidek mi da? Şok. Şok. Makul. Gidelim. Çabuk. Şok. Şok. Kızıl horaz, kızılken. Ay tacırla. Kızıl horaz, kızılken. Ay kızıl horaz, kızılken. Kızılken ya sigalışka. Azza. Sigalışka çocuklar böyle yanmaya. Manda bir oynap, manda bir itkidek, manda bir nakşı etip, usul oynap, manda bir nakşılarımın yok mu? Ben sana açık ettim dedim. Ona kıysan banmaydı bir. Özün bir üstünlük mında bir nakşı etip bakay, bir körep bakay. Ekle? Ben sana köz vereceğim, aşındak bir ittiğen nakşıdan birini tayarlasan mı tamaşı birle. Ara, manda etse. Zukamda kalsın elgenden ne işledin 10 minuta önemini görürsün 10 minuta önemini görürsün Senden bilsin canlıklarının özümüzün doğrusu Senden yakşı Bunda İslam tüyüne Ete ahır ne? Oyna ne? Usulgu payzım daha da usulga Atışının yolu yaman, kope. Makul. Taşıdı otun saman, Adam ballı bilmeydi, Hamidin köyek yaman, Mana, Senin babacığım Atışnamalarım Kemete. Amin. Amin. Neyme ki? Onşılıp gitsin. Yap yaş baltike. Sarang yoluksan sarang ucu kudap benim buldu mu? Yakşı. Nege? Ağzım. Nege? Koy nege? Kaydı. Ben menin tacı yarım kilodek talant var yani mende. Tek dedim ha?
Şiiri. Nima? Şiiriyet. Oy, tuk şiiriyetga. Ey, bo'ldi vaqt to'shdi endi. Oy, to'xtab tur. Şiirini men o'qib beraymi, qanday qilay? Bo'pti, senga bir qitim fursat beray. Tezroq bo'lar. Çoşmuş şiirlerimden. Oy, tuk choshma she'rlar bor. Allah. Ha. Aldığını yazgan taka. Daraxtlar chiqidi osmonga. Xotin topsam aptirtim rahmonga. Ya kelamdi kammamdo, kattayni tutib olsa, cho'qin buqab tashlaydi. She'r kenda. Ha. Ha? She'r? Bo'ldimi? Ya bo'lmaydi, to'xta, mada she'rlar o'zgartib qo'yganda endi qara. Men maktabga manganda onam iştibide qolgan, qachon kelasiz o'g'lim deb yomon yig'lab ketdi. Bir undan she'rni shunda o'zgartib yotdingmi? Ey, qachon kelasan o'g'lim deb qora ko'ziga yosh oldi degan odam yomon yig'lab ketdi desang, onaning qanchalik yig'lanib bilgan o'g'li demasmi? Endi o'tganda. Ha. Ya to'xta, yana birisi bor. Oy, yana bam bo'ldi, oy. Yo'q, bu she'rni men hech qanday o'qimagan. Ras. Buni men endi uyabiyalada o'quvchimmi, mana men siz diqqat o'lamaydi. Ma'qul. Ankit. Ha. Salib ketdim nima? Bo'la. Semizlikdan faxrlanamsan. Semizlikdan faxrlanmayman. Semizlikdan faxrlansan sen. Semizlikdan faxrlanmayman men. Semizlikdan faxrlanib qolib qolsang agar sen, semizlikdan faxrlanib ketmayman agar men. Semizlikdan faxrlanib ketib qolsang agar bir kun sen, semizlikdan faxrlanib ketmayman agar senda bir kun mal uyab yedi o'quvchimizmi deb qo'yaman deb qo'yaman. Sen deb qo'yaman. Ey, Ha? she'riyatnimi shunda qilyaptim menda? She'r deganim shunda o'qanda, Yüzashdan o'tib ketdi. Meni bildim. o'zlashda olib ketdi. Ha? She'r deganda bunda o'qimaydi, qara. Ha? Men senga o'qib beray. Ma'qul. Bunda o'qiydi she'r deganni. Anlay. Xo'tanga berib daryo bo'lay. Iqtib ketay qosh toshlaringni. Ma turpanga berib qum bo'lib ko'ydirib o'tay yampashlaringni. Manda o'qiydi she'r deganlar. Yana angla. Bormi? Qashqaga berib anar bo'lay. Etkin menga armonlaringni. Ma Aqsuq berib kav bo'lib to'ldirib o'tay mantiqi qasqanlaringni. Manda o'qiydi she'r deganlar. Ha. She'r ma'vo. Şunlaşqa, ben dedim, yaxşı yok, keynekli keygeninin paydası yok. Elbette kulağında zagalık ünürün olgan deken. Langtonlu itizgi uyutup, zembil bilen kırıp ekirip alsan buluduğay iş. Yana çıktı. Biz bir yerde herkes onun gepini kımıdık. Doğru koyuvetken olsa, koyuvet ayağlarını balını yitip kıyın olsa ama sut verip koyuvetme. Kulüpni darvazaga çıksalıp, oyluğu koyuvet. Anında kaça ekirip algın olsa ekirip alalaysa balı yitim bulmaydı de. Sonra ben jildi bir üzerimi tekşürtü yitime kara. Çep. Taptım. Seni apırdıgayan taptım. Nege bir çimdim çay içkini mi? Yak. He? Yakşı yege. Restoran. Ya, onu da mı katta? Daha cüzden. Yak, onu da mı katta? 400 doktorxana. Söğütücü doktorxanaga apağam meni apam. Bu yege mi bağam mı? Ya apa sen bir vraş dağandım birisi oqap. Degende ki desem sizni bizning kuch ilishamidik, biz o'qab saqaytanmiq dekmez. Şu 5 yilning ichida Abdum rayoniga 5-chi doktorxona ochildi, suyak ko'rinib chiqing degan. Yaxshi. Şu 5-chi doktorxona mana bugun naq ochildi. Litkisimiz keldi. Ha, litkisimiz. Bu turdacha. Jira. Mana. Sen chiqadan seni shu yerga. Ma'qul. Rahmat. Rahmat.